Shu yoshlarni boshini og'ritib, chalg'itib, yur jannatga deb jannatga chorlavermanglar. O'ziga qo'yib beringlar. Jannatga boradimi, do'zaxga boradimi? Shuning uchun har bir insonni o'zi biladi. O'zi tanlasin qayerga borishini. Bu yoshlarni yo'ldan urib, aql gaplari gapirib, 21-asrda yashayapmiz. Zamonlar o'tib ketdi. Shuning uchun biz O'zbekistonda demokratik davlatda yashayapmiz. Shuning hech qachon esingizdan chiqmasin. Bugun mana shunaqa odamlar ko'payib qoldi. Bular qovun-qovundan rang oladi degandek bir-biridan o'rganib shunaqangi gapni. Nima emish? Ha, xo'p, o'sha jannatga kirish kerak bo'lsa o'zing kir. Qo'y ber boshqalarga. O'zi kiradi qayerga kirsa. Nima ishing bor, kim qayerga kiradi, o'zi javob beradi degan narsa. Bir odam o'zini ustidan benzin quyib yoqyapti, tasavvur qiling. Qo'yib ber, yonsa o'zi yonadi deb qarab o'tiraveradimi odamlar? Har qanday odam borib o'shani qo'ldan olib benzinni olib o'chirishga harakat qiladi, to'g'rimi? U nima uchun o'zini yoqayotganligidan qat'iy nazar. Jinnimi, sog'mi, farqi yo'q. Bir odam o'zini yoqyaptimi, odamlar o'chirishga harakat qiladi. Hech kimsa aytmaydi, qo'yib ber, yonsa o'zi yonadi deb. Ana shunga o'xshab biz ham aytamizki, sen hozir mana shu ko'rib turgan ustidan benzin quyib o'zini yoqayotgan odamga sen achinganingdan ko'ra biz insoniyatni jahannamga kirishga achinamiz. Shuning uchun hech qachon qo'yib bermaymiz. Kerak bo'lsa shuning uchun odamlar bilan urushamiz. Jahannamga kirmadim. Urushga imkoni bo'lmasa, og'zimiz bilan urushamiz, jahannamga kirmadim. Bularni demak qarang, iymoni yo'qki demoqchiman o'sha jahannamga. Ana shuning uchun ham ular qo'yib ber, kim kirsa kiraveradi, qayerga kirsa deydi. Zarracha iymoni bor odam jahannamga qayta tirilishga, bir odamga qo'yib ber, qayerga ketsa o'zi ketadi demaydi. Shuning uchun kim aytdimi shu gapni o'ylanmay ayting, bu odam kofir. Shuning uchun ham Alloh ana o'shalar degan uslubda keltiryapti buni. Ya'ni kofir o'zi shuda o'zi kofir degani. Shu kofir bo'lmasa o'zi kim kofir bo'ladi boshqa? Ana shuda o'zi kofir bo'lganlar Robbisiga deyapti. Ya'ni kofir o'zi kofir bo'lmasa o'zi kim kofir bo'ladi boshqa? Ana shuda o'zi kofir bo'lganlar Robbisiga deyapti.